Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun navbatdagi ishtirokchimiz Rustamxon Sevinchning oilasiga kelyapmiz, Xudo xolasa. Bu yerda biz mehmonda bo'lamiz, suhbatda bo'lamiz, Xudo xolasa. Va og'zachalik mana shu yerda o'tadi. Ketdik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun navbatdagi ishtirokchimiz Rustamxon Sevinchning oilasiga kelib turibmiz. Xudo xolasa, mana shu oila ko'rgan Sevinch bu oilaning katta qizi, ukalar bor, singillari bor bu yerda. Endi albatta 100 kitob o'qishga ancha vaqtimiz ketgan. Mana Sevinch ham student. O'zi maktab vaqtida ham bizning ba'zi bir konkurslarimizga qatnashib, g'olib chiqqani esli bilsak kerak. 2019-yili. Demak, mana shu ancha vaqtdan beri bizning mana shu kitob sevarlar klubida, Zakovat klubida bizlarning konkurslarimizda ishtirok etib yuribdi. Bu Rustamxon Sevinch mana shu kitob sevarlar klubida ham 2 yildan ko'proq sardor bo'ldi. Sunaq jamoasining boshchisi sifatida student bo'lsa ham, yosh bo'lsa ham boshqarib yurdi. Endi biz mana shu ayasini so'ramoqchimiz. Mana shu qizlaringiz studentlik ham qildi, o'qishni ham o'qidi. Sizlarga ortiqchalik yuk bo'lmadimi? Bu kitoblar qanday o'tdi? Sizlar ham shu kitoblarni o'qidingizlarmi qo'shilib? Mana ukalar o'qidimi degan bir savol aytmoqchimiz. Umuman mana shu bizning kitob sevarlar klub haqida sizning qanday o'y fikrlaringiz bor? Assalomu alaykum. Avvalambor xonadonimizga xush kelibsizlar. Hammamiz niyatlarimiz qabul bo'lsin. Endi bu 100 kitob o'qish oson bo'lmadi. 3 yil mobaynida 100 kitobni boshlagan paytda qachon yetamiz degan edi. Umr oqar daryo deganlar rost ekan. Mana darrov 3 yil o'tyapti. Endi avvalambor shu KSK klubini uyumlashtirgan birinchi ustozim, muallimma, ustozima Alloh rozi bo'lsin degim keladi. Ming bor sizga ta'zim etsak arziydi. Chunki o'tganda nida o'tirganda 100 kitob topshirish borasida şeyda o'tirganda butun bolaligim ko'z oldimga keldi. Bu narsa mening ustozimda 90-yillarda boshlangan. U paytda sharoit og'irlov payti edi. Eng avvalgi sovg'alar ruchkaga hammamizning atimizni yozib bergan. Biz kichkina 5-sinfning o'quvchilari edik. Shunda hammamiz butun sinf quvonganmiz. Undan keyin sovg'alar kattaya boshladi. Bolalarning quvonchida chek yo'q. Ustozimda bu shu qancha yil oldin, mana qancha yil oldin paydo bo'lgan, endi armonlar ushalgan kun deb at qo'ydim men shu kunga. 100 kitob o'qish cho'qqisiga yetgan tadbirda men Rahim muallimning armonlarining cho'qqisiga yetgan kuni degan o'zimga shunday mi qo'ydim. Alloh rozi bo'lsin, mana shu KSKni uyumlashtirgan insonlardan. Teatrga borsak ham sahnada odamlar ko'rinadi, orqasida qancha mehnat bormi, uni sahnaga ko'rinmaydigan. Mening o'yimcha shu KSKda ham shunday deb o'ylayman. Bu ishlar oson emas. Bu ko'rinib yurgan tashkilotchilar, uning orqasida ham qanchama insonlar bor deb o'ylayman. Ishtirokchilardan, tashkilotchilardan, uyumlashtiruvchi har bir KSK uchun ozgina hissasini qo'shayotgan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Endi bu kitob o'qishga kelsak, har shanba kuni quvona ketadi, nega kitob sevarlar klubiga ketadi. Kitoblarning orasida ulgurgancha men ham o'qiyman. Nima? Birinchi arbaning bosh yog'i qayerga ketsa, orqasi yoqqa ketadi deganday, Xudoga shukr, Allohga behisob shukr. O'shining kattasidan ko'rganini mana ukalari ham o'qiydi. O'zim ulgurgancha, borincha o'qishga harakat qilaman.
Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz, mana shunday kunlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Men qo'shimcha aytib ketay. Bu mavzuda bizning shogirdimiz, o'quvchimiz bo'lgan, eng birinchi oltin medalga bitirgan qizimiz bo'lgan. Endi bularning davom etyapti, mana qara. Onasi yaxshi bo'lgan uchun qizlari ham yaxshi, bolalari ham yaxshi kitob o'qiyapti deganday. Shuning uchun mana bu taqdir ekan. Bo'lmasa, bu qo'shilmasa biz mavzudan bilmasdik masalan. Shuning uchun mana sevinchning orqasida biz qaytadan bularni ko'ryapmiz, harakat qilyapmiz. Ustoz bo'lib ishlaydi, o'zi ham o'qituvchi. Endi mana ukalaringga kelsak, sizlar qanday kitob o'qidinglar? Qaysi kitoblar qiziq? Mana kelyapti, birdan keyin biri kitob kelyapti. Assalomu alaykum. Avvalambor hammangizga, ishtirokchilarga, qatnashuvchilarga, uyushtirganlarga, hammalaringizga kelganlaringizga rahmat. Endi bu aytim 100 kitob o'qiganga keladigan bo'lsak, asli o'tgan yili ya tarixiy Muhammadiydan yarish bo'ldi. 2022. 2022 3 yil o'tib ketdi lazada. Men shu payt shunga borgan edim. Shunga qatnashdim. Shundan keyin hammamizga qanday nomerlaringizni yozib qoldiringlar dedi. Men shu payt yozib qoldirdim dag'in, barsam uyga gruppaga qo'shib qo'yibdi. Gruppaga qo'shgandan keyin ya'niday KSK deb at qo'ydi. Shundan keyin chaqirdingsizlar, birinchi sonlari bo'ldi. U payt men uncha nexim yurdim. Anglamay yurdim. Shunday aytolmaydi. Biz 100 kitob maqsad qo'ydik, bir narsa dedi. Men u kulgan edim shu payt ustidancha, qanday 100 kitob o'qib olim bo'lasizlar, ne qilasizlar. Shundan keyin 3 yil o'tib ketdi. Kechanilarimiz bo'ldi, 100 kitob to'ylarimiz bo'ldi. Shu payt chin aytsam o'kindim, bekar shu payt to'xtatgan ekanman, bekar bormabman deb. Undan keyin shu nehidiq, shu to'ylarimiz o'tdi. Men o'z-o'zimga endi men ham Xudo xolasa kitob o'qib boshlayman dedim dag'in. Shu o'tgandan keyin bir haftaning ichida 2 kitob o'qib tashladim. Yanada o'z-o'zimdan uyalganimdan. Barakalloh. U 2 kitobning o'zi meni qancha biroz nega o'zgartdi-da, hayotimni o'zgartdi, yani o'ylashlarimni o'zgartdi. Undan keyin men o'yladim, men o'zim 2 kitob o'qiganimda shuncha o'zgardim. Bular 100 kitob bilan ichidan o'zlari olim, dana bo'lib yurgan ekan deb o'yladim. Biroq bildirmaydi sirtlarga. Yaxshi, yaxshi. Qaysi kitoblarni o'qiding? Yuy Xuaning Yashamoq degan nesini o'qidim. Kitobini. Undan keyin Fath Dumaning Men degan kitobini o'qidim, oxirgi kitob. Barakalloh. Shu Men degan kitobi ya'niday o'zim nafsim bilan yiqilishga menga katta yordam berdi. O'zim hozir nega 11-sinfma OBTga tayyorlanib yuribman. Ya'niday erinsam, uyqum kelsa uxlab qolaman, shundayda o'z-o'zimga komfort yasab olaman. Shuni o'qigandan keyin endi Xudo xolsa sal-sal o'zimni qo'lga olib ne qilatim bo'ldim. Yaxshilab tayyorlanatman. Endi bu uyda katta bolasi bor endi. Sen bularni qarashing kerak. Endi asli 100 kitob bor. Hozir mumkinchilik bor. Qancha o'qisanglar imkoniyat borda endi. OBT degan o'zi yo'li bilan ketaveradi. Bu ham ketish kerak. Chunki biz bir narsa bilan qolib ketmamiz kerak-da. Yaxshi, katta rahmat. Aytong o'qib, orqasida sizlar o'qisanglar, bu kichkina ukang deydi bu. Nega o'qiyapti bu? Qanday kitob o'qiding sen? Assalomu alaykum. Hammangiz xushxabsizlar xonadonimizga. Men eng oxiri o'qigan kitobim Qozoqcha Ko'kselik degan kitob o'qidim. Aytadi, qashqirni qancha uyda boqsam ham o'rmonga qarab o'liydi deb. U kitobda shu to'g'risida aytilgan. Barakalloh. Endi boshqa kitoblarni o'qish maqsad bormi oldimizda? Maqsad Xudo xolsa bor, biroq hozir Qur'on Karim kitobini o'qiymiz. Qur'onni ham o'qiyapmiz-da. Yaxshi, juda yaxshi. Men bir quvonadigan narsa mana shu hozir oxir vaqtda suvnoqliqlarning kitobga bo'lgan, ilmga bo'lgan, dinga bo'lgan qiziqishlar juda oshayotganini ko'ryapman. Masjidlarda ham mana hozir bolalar, qizlar, bobolar bilan birga bolalar boryapganini ko'ryapmiz. Demak, bu kitoblarni ham o'qishimiz kerak. Ikkovi ham kerak bo'ladi. Hayotda bizga bilim kerak bo'ladi. Ne degan? Avvalam eng birinchi tushganda ne degan? O'qi degan. O'qi. Yana o'qi debdi. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak yo'q. Demak, bizga qayta tayyorlabdi-da, o'qi deb. Sizlarning oilalaring bor o'qiydigan oila. Xudo xolasa yaxshi yigitlar bo'linglar, yaxshi qizlar bo'linglar, Xudo xolasa. Endi mana bugungi asosiy sababchilarimiz Sevinch Rustamxonning o'zi mana shu kitob to'g'risida bir ikki og'iz bildirsa fikrlarini. Avvalambor assalomu alaykum hammangizga, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, hammangizning niyatlaringiz qabul bo'lsin. Mana shu oz emas, 3 yilning ichida Xudo xohlasa 100 kitobni o'qib bitirdik. U o'qish bilan yurdik. Uydagilar yordam berdi, ham ko'pchiliging yordam bilan Xudo xohlasa hammamiz bitirdik. 100 kitob o'qigandan keyin men bir payqaganim, odamda
hamma odam bilan, kez kelgan odam bilan til topishib ketaversa, hamma narsadan xabarimiz bo'ldi. O'zlaringiz ham ko'rdingizlar, geografiya o'qidik, tarix o'qidik, romanlar o'qidik, diniy qanday kitob o'qigan odam hamma odamlar bilan chiqishib, hamma odamlar bilan til topishib ketar ekan. Shuni payqadim. Ham yana o'zimiz 3 yilning ichida progress bo'lganiga ko'zim yetdi. Faqat nafaqat o'zimizniki payqalmaydi, sirtdagilarniki payqaladi. Oldimizda aylanamizdagi odamlarning qanday o'zgarib qolganlarini, xarakterlarda, o'zlarining ishlayotgan ishlarida qanday qilib yaxshi-yoqqa o'zgarib qolganlarini, men progresslarining guvohlari bo'ldim. Shunday Turkistondagi odamlarning, bizning xalqimizning ko'zining ochilishiga, shunday bilimli, savodli bo'lib yurishiga hissalaringizni qo'shganlaringiz uchun sizlarga ming rahmatimni aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Endi mana shu Zafar keng, yoqqa keling. Mana shu oilaga hozir bosh bo'lib, bularga akalik qilib qarab yurgan Zafar, endi mana hozir oilani taniysiz, bilasiz, sizlarning ukalaringiz, singillaringiz bari. Bularning mana shu o'qiyotganini ko'ryapsiz. Endi o'zingiz qanday fikrlaringiz bor? Ko'pchilikka ne degan bo'lardingiz? Avlodga ne degan bo'lardingiz? Yoshlarga bo'lgan bir fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xonadonimizga mana. Bular sevinchga kelsak, sevinch yosh paytdan o'qishga qiziqib o'sgan qiz, mana Xudo xolasa, mana sizlar ochgan yakisi klublaringizga borib ko'rinyapti, mana bilimini oshiryapti. Xudo xolasa, sizlarni ham ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda, nelarda ko'rib turamiz, biz o'zimiz ko'ramiz. Xudo xolasa, bularning bari o'qimishli bo'lib, shu narsaga qarshisa ko'pchilik nur ustiga nur bo'lar edi, Xudo xolasa. Mana qizimiz ham, kichkina qizimiz ham katta yapti, Xudo xolasa boradi u ham. Niyat bor-da. Niyat bor, ibaramiz, sevinch aytasining yana, Xudo xolasa. Juda yaxshi. Endi bu ko'pchilik qo'llab tursa, endi bilim olish uchun hech kim qarshi bo'lmash kerak mening fikrim bo'yicha. Shuning uchun endi bu sevinchga ham, mana ukalarga ham, bu singillarimizga ham faqat omad tilaymiz-da. Rahmat sizlarga ham, katta rahmat. Amin. Alloh taolo mana shu uyga fayz baraka etsin. Olayotgan bilimlarini ziyoda qilsin, Xudo xolasa. Oliy o'quv yurtlariga tushishni nasib qilsin, Xudo xolasa. Yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda uchrashishni nasib aylasin, Alloh. Rahmat. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon. Bir tuningda olmuş Furqon osmonim Ramazon. Shu kechangda tushmish yerga Qur'onim Ramazon. Jabroilu qancha malak mehmonim, maqbuldir duoyim, qolmas armonim. Jo'sh urar Rahmonning rahmati senda Ramazon. Mavjurar mag'firat daryosi senda Ramazon. Yuvilib ummatning isyoni senda, riyodan qutulish imkoni senda. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon. Sen bilan sog'irur jismu jonimiz, sen bilan sofralar tanda qonimiz, sen bilan poklanar bu vijdonimiz, sen bilan nurlanar ham imonimiz. Bitmagay bir umr vasfing aylasam Ramazon. Sirating yozmoqqa ojizdir qalam Ramazon. Shavkating oldida qilib qaddim ham, loyiqdir ta'zimla tunu kun desam. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Ramazon xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon. Marhaba xush kelding, xush vaqt Ramazon.